Qani bismillahni aytib, Xudo xolasa Sardor Burat tandirini boshladilarsa. Bu insonimizning o'zi ko'pchilik odam taniydi, biladi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqda o'zini ishini ham ko'ryazadi, sifatini ham ko'ryazadi dedi-ku. Hammasini qilajak bo'lsa shu internetda qiladi bu. Xormang, assalomu alaykum, Sardor Burat. Assalomu alaykum, Shuhrat aka. Jigar, nega? Bomisiz-mi? Kayfiyatlaringiz ajoyibman. Assalomu alaykum, oilaviy to'yning obunachilari. Yaxshimisizlar? Men qarang, ishida bir gap aytamiz-da. Qani? Bizlar har doim aytadigan gapda, mehnatimizda deydi, bitta like deydi. Yoddan chiqmasin deydi, hurmatli obunachilar. Bugun Xudo xolasa yana o'zimning uyima tandir qurdirib o'tman, og'amning joyina. Yana Sardor akam xizmatda bugun. Sardor aka, esa bugun Xudo xolasa ma'lumotni berasiz, narx-navolarni aytamiz. Xudo xolasa, mana yana hozir ko'pchilik endi avvalam aytgan Shuhrat aka. Havo. Sen har yere her xil kurasan, bun dedi. Men xalq masalan shunchalatib qo'llab-quvvatlab keltir. Oilaviy to'yda bo'lsin, boshqada bo'lsin, qo'llab-quvvatlab keltir. Isha sifatli bo'lgandan qarang obunachilar. Bu sizlar o'ylashingiz mumkin Shuhratnikini boshqacha ko'rding deb aytganlar ham bo'ldi. Yo'q, men hammanikini bir xil ko'raman. Qarang, diktandir bo'lsa, ikki qator karusha mindiramiz. Buni nechunlikini ham aytaman. Bir qator karusha mindiradigan bo'lsak, tandirni jo'q yarmina keladi. Bundan banana non yapolmaydi, nonni go'ydiradi. Shuning uchun ikki qator mindiraman. İki qatorda bitta o'jak o'yda turadi, ham tandirni asti ustine zakonni yapıladi. Bu endi birinchimiz, ikkinchimiz siyim burg'ini 3 yerinden beramiz. Bu hammada berib keltirman. Bu siyim burg'ini berishdan maqsad bu paxsa bo'ladi, 3 paxsa bo'ladi. Paxsa gelib yapışadi. Issi vaqtında berib o'tayotgandan keyin tandir bitta açacak bo'ladi. Bu tandirni ustida hozir bize keruch o'rib, endi video davomida ko'rib boradilar. Keruchni ustidan ham beramiz. Keruchni ustidan berganimiz hem keruchni ustida, hem keruch bilan tandirni qisadi. Hem tandirni o'zini o'rab turibdi hozir, to'g'rimi? O'zini o'rab turibdi. Keyin aytadilar endi, "Necha yuqorina bermading?" dedi. Yo'q, yuqorina shart emas. Hozir bize birinchi paxsani pastini 2 yerinden berdik. Bela berish kerak, ha? Chunki beda o't jarlayan turgandan keyin bitta tirishena berib ullay gitmedi. Lekin berib ayrık beradi. Ham o derece emas. Keyin belinden berdik. Bundan barına şart emas. Hozir endi video davomida ko'radi. Bulan hozir suvag'ini uramiz, ichine suvag'ini uramiz. Yana bir narsa, evvelki videolarimizda shisha gömeyenediyizde bize meni üzümden şu vaktinde bo'lgan shisha bu meselenin üzerindeki hepte de bir nan yapam, 10 günden bir nan yapam, buna hiç kendi bulara şişen daxlı yok. Şişe nançıların ikinizi üçün zu. Mesela nançılar her gün o tekaduku. Azanda başladı. Ulara issini saklap berip duradı şişe. Ana köp bana aytkanlar, men indi hazır şu videoda aytıp ötemez şu nersene şişeni mesela hepte de 10 günden nan yapadorlara şart emez. Nançılara bolsa bizatını koyup beremez. İşlerimizi şimdi görüp parasında işlerimize bir fark bulmuş, hizmetlerimize like'ını basıp, komentarda öz fikirleriniz olsa yazıp kaldırıp, savallarınız olsa cevapını qaytarıp para veremiz. Sardor aka endi. Labbayaga. Murat, qarang. Xudo xolasa endi bizdan so'raydi endi videoni boshida ko'p odam o'qinidan ko'rmak erinadi. Görmek erinadi, doppa doğru. Qarang endi. Hozir bir joyni aytaylik, dastlabki ustanovkamiz neradan dedilar. Dastlabki ustanovkamiz hozir shu momentda bo'lsa 4 yil beruni. Lekin yoz oylarida nöküz konqratlardan dastlab ketdik. Meniki vodiy taraflama yo'q, lekin sizni obunachilaringiz vodiy tarafdan dum ko'p telefon qilib turibdilar hozir ado Samarqand, Navoiy, lekin von taraflara meniki Kulol tandirvonniki vonlara dastlabkamiz yo'q. Ishning o'zida chiqib ham bo'lmindirdi. Keyin yana bir narsa aytib turibdilar, bu tandirimizni hozir dik tandir bo'ladigan bo'lsa 100 dona keruch ketadi. Sel qiyshaytirib qo'ysak, opshi 120 dona keruch ketadi. Yana bir narsa, ölmeyse sizde de iltimas videonu ahırnadan görünler. Başından göresinden neçe keruç men kıynalım ben düşüntürüp veremem. Prosto mesela işlep durama kolumlay neçeli de işte bir ne болады. Videonu ahırnadan görseniz de kızıkarlı üzerinizde gerek fikirlerini alıp keyin telefon kılsanız da boldu düşünüp alıp tamam. Endi o'zlarına gerekli narsani eshitib olib, xolasangiz kursanlar ham bo'ladi, shuni aytib ber. 100% eğer de yana qizg'anish yo'q unchaki. Qarang, menga telefon qiling, men endi o'zimdan bor rahmatlar aytib turibdilar. Men hech narsani yashirmayman. Masalan, menga lishni 200 ming so'mni berib yurgandan o'zini bola chaqasini ro'zyandan sursa, men tandirni o'zini olaman desa, men Telegramda video yozibda gözlenip gaplashib olib borib beraman, tushuntirib turaman. Menda dushmanchilik yo'q. Javobim o'zini olaman desa, o'zi kursa, o tekkanda pankıldab at ikkita don bo'lsa,
men javob beraman. Lekin boshqadagilar endi boshqa naylarchilar o't yaqding o'zingdan bo'ldi deb bo'ynina tashladi. Lekin u tandirchi nepi bo'ladi. Bo'ldi. Men shularga ham javob beraman. Bo'ldi. Kesak bersa Hurmatli obunachilar, yana Xudo xolasa yana Sardor Buratning hozir 2 tandiri bor yana. O'zi 3 tandir geldi bir mashinada. Yana nereye gitadi bu Sardor aka? Endi bir so'zi birisi 5 taga boradi, Hava. birisi hokimiyat yana boradi. Hava. Xudo xolasa nasib etsa, ular ham bitiranmamiz endi quriladi, yetib turibdi. Hozir mashinalarimiz dum ko'p. Birisini Shavata uyerdim. Üzüm Mükem Sünnetullah geldi. Vam Hazarista durdu hozir kurib. Aha. Üzüm bir yere geldik. Tandırlarımız yeterli. İyi yaz ayında işlengen. Hazır kımaz. Yaz ayında işlengen tandırlara cevap veriledi. Bemalal telefon kılaverenler soğuk düştü da oturuş ertemez. Boldu asa. Yağış yağmur yağmasa boldu. İşini başladık esa Xudo xolasa. Ey Xudayım ey, bir mehnatlarımızda bir layıkını basıp veringler. Şu mehnatlarımızda yine karan. Sardor Burat, bir Labbay. kökengisi ayıbering aka. Ina Sardor Burat. Ina Sardor Burat. Ina ama. Tandır akang. Tandır görmep men aka. Bunga qarang. Ina Sardor Burat akaninglar. Obunachilar, Xudo xolasa Sardor Burat vobshim bir gap bo'lishi mumkin emas. Bir ko'ngli ochiq inson, to'g'risi. Hazil qiladi, kerak vaqt serozning ishi bosadi. Xudo xolasa. Sardor aka endi ko'pchilik obunachilarimiz aytadi-da. Bu Sardor Burat deydi, tandirchilari ajali deydi-da. Hop. Doğru, ko'p odam aytadi, to'g'rimi? Shuni masalan shuning uchun nima uchun bu tandirchilar bilan bir nima desam bo'ladi bir Neçillikini nechadan tandir kurasiz bunchalik yomon ko'rarsiz. Birisini aytamam. Günü giyeninde mesela büyürüzüm emes. Mende bir 4-5 maşinim var. Günü giyende 30 tandırlap, 35 tandırlap çıkardım. Hava. Yazdı sezonda her gün kuruğu bilen bir ya. Hava. Şahsen ben özüm 4-5'ni mesela balla bilen kuraman. Şimdi beni yaman göreceğim bilin ben açık gönül çin ne dedi? Hem bu gapni hakikatini aytaman. Hava. Hakikatini. Endi haqiqatni men bilaman, bor gap aytsangiz. Hakikatni çünkü bu tandır deyen kadimden giyatırgan nerse bu. Şükret eki. Hava. Bunu öte nersi yaman buladı bunu. Ha. Erten hemmemiz Allah Teala aldığına barganak her bir nerse için cevap veremiz da. Doğru. Ben şunu için açıkçası aytacağım. Yalgan gap uchun ham Köp zo'r gap. tandırçılar bir ne bolamı? Mesela üzün işin yaxşı bolsa, puxta olsa ertenki gününü oylasan erten gene şunçalı boppa. Doğru. Mesela 2 yıl burun çıkarganda doğrusu aytaman azırak kinet bolsa hazır inan mesela kışı üzü soğuk boldu. Kol kola demin dürttü. Telefon dokta mıydı? Yazılıp durttu. Maşinlerin bütün hemmedi işlet durttu. İşlerimize cevap veremem. Bemalol. Lekin endi bir joyni aytaman, hurmatli obunachilar, Sardor Burat haqiqatdan ham to'g'ri gapni yoqtiradi, to'g'ri gapni odamlar aytadi. Qarang, bir joyni aytib turibdi-dan Sardor Burat. Obunachilar tandirni hech sirini qoldirmaydi. Sababi sirini qoldirmajaki bu ko'ngli ochiq. Bu birava yangi birovda puli bor odam bo'ladi, puli yo'q odam bo'ladi. Sabab qaranglar. Ishi qolacak 200 ming so'm paydosi xo'jaligini bersin deb turibdi obunachilar. Yo'q, endi puli bor odamlar bor. Mehnat qilinmang, gelsin tandirim qurib bersin menga ajoyib deganlara qurib bera berdilar, hurmatli obunachilar. Ya'ni bu shuning uchun ham Sira restoranini qoldirmaydi. Keladi, tamam, pожалуйста, urgasin deb turibdi. Urgatsa menda hech narsasi yo'q. Masalan, Shuhrat aka, men her bir narsa uchun aytib turibman hozir. Yuqoridan qoldirdik-ku videolarimni. Masalan, Instagram'a ötüp görsünler Siyimburg'u her bir narsa nokta belgilanadi aytaman. Bir donachini nasilmas. Shu şerebe sepşinadi on hemmesini adam tushuntirama. Manga qarasa görüp gaplashadi onda göz etsin men aytib boraman kamchilik yerlarini bemalol. Obunachilar qarang, qishning hozir 2025-yil 23-noyabr bugun. 23 mi bugün? Hava 23 noyabr günü. 24 noyabr. He 20 uzurlaki 24 noyabr. Qarang, shundan qo'lini loya urib, bina gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat aytamiz. Doğrusu men o'zim Sardor akaning urmay turibman, men o'zim bilamazim. Men ham ishlaganman doğrusu. Lekin rahmat aytamiz. Shunchalik shoyi bo'lmashina qaramasdan shu sovuqqa qo'lini urib, lekin haqiqiy bitta mehnatga loyiq bo'lsin obunachilar. Qo'llab-quvvatlab tursa, sizlarning orqangizdan men doğrusu evvelam aytgan mashg'ulotga tan olib aytish kerak. Sizlarning orqangizdan shu darajaga erishib o'tiribmiz. Sardor Burat deb masalan yaxshi ba'zing bir qo'llab-quvvatlab tursa, bonundan shu qo'llab-quvvatlab deya umiddaman. Shu like'larni bosib aka-ukalarga jo'natasizlar. Podleshkada bo'lsangizlar, Xudo xolasa qo'limdan kelgancha to'ylaringizdan borib xizmat qilish menga nasib. Jonas sog' bo'lsin, jonas sog' bo'lsin. Shu videolarimizni ko'rib boraveradilar. Hurmatli obunachilar, ko'rdingizlar, Xudo xolasa Sardor Burat, ya'ni shu xalq xizmati, oliy himmat dedi-ku, xalq xizmati, oliy himmati ish qilib kelasizlar, ko'rasizlar tandiri, yomasa onlayn savdan bo'ladi albatta, ko'rib o'tirganlar bor masalan. Shuning uchun Sardor aka esa Xudo xolasa ishini ko'rgazdik, telefon nomerlarini aytib qoldiramiz, ekranda yozib ham qoldiramiz. Endi Sardor Burat ham bemalol eğerde menga ishonmaydigan bo'lsalar, masalasidan sizdan telefonni bog'lansam, haqiqatni aytamiz-ku biz Shuhrat. Hava. Tandirni chiqqanini, to'g'risini aytib boraveramiz.
Şöyle Bo'ldi hemen bu. görüp baraverasizlar videolarımızı. Sardar aka, Videolarımızdan bağlı be. esa bir nömrələri aytib qaldırınız aka. Nömerler 99'dan 754 46 74. Bu nömerim her daim 24 saat işliydi. Telegramımız var. Musafirde yürüyen ekelerimiz sağ salamet esan aman balaçanızı bağrına gelinle. Size gelince şimdi nasip etse tandırlan kurup dursak Emdarlı yengemle petillerini somsalarını yapıp duradılar. WhatsApp nömrü sorasanız da WhatsApp nömrüm 94'ten 754 46 74. Musafirdeki ekeler için WhatsApp nömrümüze işliydi. Şimdi görüp balaverasında üzerimizde kanal ötemiz deseniz de Serdar Brat de yazsanız da Latin dilinde Instagram'ımızdan var, YouTube kanalımız var. Aile YouTube'da beni bir 15 mi 20 videolarım var. Hemmesini görüp bir yandan görünle de fikirlerinizi komentarda yazıp kaldırınlar. Sağ Bo'ldi. olun. Sağ bo'lin. Esa, hurmatli obunachilarimiz, qo'llab-quvvatlab turganlarga mingdan bir rahmat aytamiz. Xudo xolasa shu Sardor Burat xalq uchun xizmatda size qo'llab-quvvatlab shu poddeshga tursangiz, albatta Sardor akam shu tandirlarni bosib turaveradi. Abonaçılarımız buna hazır. Yine simbirgisi ya dök simbirgisinden veremiz bunu üstünden ağzı. Kervişin üstünde teyinden verdik. Bu nelerimizden videolarda. O'zi men qarang, har bir xonadonda biladi-ku nechalik pishachagini. Har bir xonadona borga otsa aytgan kak bo'lishini aytgan gapini javob beradi, aytgan va'dasini beradi. Şimdi yengi kanalımıza abone boğanlar için mesela videolarımız köp kuşkuyor Ava. teke. Birinci mesela maktanız emez. En birinci YouTube kanala çıkkanım beni Tandırçılarda siz de izle çıkkanmayla. Ava. Göre Tandırçı da yazsam ben çıkıp durmam birincisinde. Şu için şu evvelki videolarım ama hazır kan. Taze kanala abone olsanız da görüp menfaatli videolar çıkardı. Bundan hiç kanda yutkuzmuysa sizden like'tan pul sul yemedi. Fakat kına bir yaxşılık etkeniz kaladı. Videomuz tarkaladı. Kime yaxşı Tandırdan bir azap tartıp oturganlar olsa şuna yetip varsa rahmet ne istese. Sağ olun demiz. Sağ olun, selamet olun. Kollap kuvvetlap duruştan toxtamayın. Bo'ldi aka. Charchamang esa. Obunachilar esa buyurarsiz, nima ekranda yozib qoldirdik. Endi loyini ko'rib bosib turibdilar.